Assalomu alaykum do'stlar. RTX Racing kanaliga xush kelibsizlar. Bugun bizda Master Combat degan bitta o'yin bor. Mana shu o'yinni o'ynab, maza qilib dam olib, problemalarni unutib, maza qilib o'tiramiz degan umiddaman. Bo'lmasa mana sekin startni bosdik, lekin nimagadir cho'zib bo'ldi mana normal. O'zingizlarda nima gap, nima so'z yozinglar kommentariyaga. Yangi yilni qalay kutib oldinglar? Hammasi normalmi? Zo'r bo'ldimi? Nima deysizlar mana shu o'yin haqida? Bunaqa opozitchilarni mazasini qochirib yuboraman. Katta gapirishmasin. Voy. Bu dropashga deganda. Ko'rdinglar? O'z-o'zidan anunga chiqadi. Nima edi kallaga hit. Menga bunaqalar easy. Ular onasining uchun yaxshi o'ynashni bilmaydi o'zi. Anaqa sotib olishganda skin sotib olishib o'zicha zo'r o'ynayman deb yuribdi. Va botni nima qildimda, nima deydi? Fora berdimda, fora. Botni berish yo'q, hozir mazasini qochiramiz nima qiladi. Qoch. Endi qoch. Bu o'yinda menga yoqadigan bitta tarafi bor, mana shu tezda, uni qo'shdi. Mana o'yin yoqadi. RGG deysizlar-ku, yo'q, menga PUBG uncha emas. Ko'proq bu. Ularni ko'zi tegdi-da. Voy, aytga tiqilib qoldi. Necha xotiringiz qilmanglar. Mana. Voy, onayni ingur. Sizcha kech qoldim-da. Necha Vayke. Hop. Qoch. Yo'q. Zordim ko'rdinglar. Voy, o'qim tugab qoldi-da. Buni maraz o'sha nima deydi, asabiga tegishni boshladik shekilli, ba'dagilar hammasi shuncha odam turib, shuncha sheriklarim turib, bitta ma'no o'tyapti. Mazasini qochiramiz bular. O'sha 29-17. Voy. Bunga e'tibor bermabman. Erkakga o'xshab otishlaring, endi lobdan kelib pisi o'tirmasdan. Hop, bu yutdi, hop. Bu drabashkada chunki bitta bilan o'laman, to'g'ri. Unaqa arjo bilan otsa, endi zo'raman onayni yerga. Voy, chaqda chiqishim kerak edi. Kutmovdim-da ba'dan chiqishim. Men buni o'zi anchadan beri o'ynaganim yo'q edi. Endi zo'raman sanaqa madraslar. O'ynaganim yo'q edi. Nimagadir mana shu o'yinga hozir. Voy. Qani, voy, yo'qoldi. O'ynaganim yo'q edi anchadan beri. Bu nimagadir o'ynagim kelib ketdi. Mana shu o'yinni to'xtatdim, birato'la zaps bosib yuboraman dedim.
Ana. Ana. Pobeda. Pobeda bo'ladi. Takin qarag'ay turganda joyda 30 bo'lmadi. 29 bo'ldi. Ha, endi buni manaqa skinni sotib olganda bu mana pulli atak tekinmaganda bu vaqtcha menga berardi. Men ham yeb yurardim mazza qilib. Bermaganda menga. Ha, sotib olamiz biroq. Unasini emas, og'ziga pul bilan urib yorib sotib olamiz. Qot. Voy. Tiqilib qoldim nima aytdi? Baqa. Ani qilib. Ay, nima qilib qoldi? Neyni baribir urdim. Men quvlaganda sen qochib qutulolmaysan. Voy. Ko'rolmadim-da. Ko'rmay qoldim. Lobdan chiqdi, kutilmaganda chiqdi. Voy. Ashna orujasini olish kerak edi, ashna orujasi yaxshi. Qani to'xta ber. Hoppa. Oldimi? Oldi. O'zi Qoch. Menga dron yurib to'xtadim. Voy, pichoq bilan urib o'ldirdi. Deb qilib gamida, ha mana. Mana ura olaman, sizildi. Faqat sizmi? Kim buraya? Mana chiqarsam voy, ko'rdinglarmi? Terib tashladim. Unisini inson. Ha, bo'ldi, tegib. Terib tashladim. Voy, G'midi, G. G'ga bu taraflama qo'limni qo'yib olishim kerak. Fokusda ham kelganda qo'limni qo'yib ulgurmayapman. Voy. Talpalar tashlashyapti-da, bular. Yakka yuribman. Yolg'iz bo'ri. Voy, ona yurib yolg'iz bo'rimiş. Tak. Hozir imzamiz. Easy bular menga aytyapman-ku. Pas ketish yo'q. Ular onangni o'ldirgandan keyin unaqani olmayapti. Bunaqa kuchni beradi mana. O'lgan, qizil. O'lgandan keyin qolib beradi-ku. Shunaqani olishmayapti bular. Olish kerak unaqani. Bo'lmasam yozilmaydi uni ochkoga. Ular o'ldirishga o'ldiryapti-da, olmasdan ketib yuboryapti. Qani u? Mayli. Yoshlarga to'g'ri. Yoshlarga imkoniyat berish kerak deyapti. Biz ham mana shu yoshlarga imkoniyat berib, o'zimizni qissamizni qo'shdik. Voy, Krisa. Meni ol. Ana bo'ldi. Qoch endi, qoch. Mashina o'ynaydi. Voy.
Yana qaytmaydan tug'ildi. Tak. Ben bilmayman hech narsani, kompyuterim qatib qoldi. Hoppa, pobeda. Baribir pobeda bo'ldi-ku, uka. Baribir qoqib qo'ydi-ku kallikni. Tak, men nechinchi o'rin bo'ldimikin, ha? 3. Birga har doimgidek mana bunaqa donaterlar bo'ladi. Biz ham donater bo'lganimizda edi. Biz ham o'rtada turardik. Yo'q, o'zi ko'pincha men o'rtada turardim. No. Ana anchadan beri o'ynamaganimgami? Bilmadim. Qo'lim kelishmayapti. Mana shuni yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'raman deb qo'ydim. Endi parod qilmasam bo'ldi. Assalomu aka, yatdim-tut, o'zit qilyapti, deyman. Bu anunaqa aytgancha vahima qilmaymiz. O'tiritsa bo'lmasin men turgan joyda. Nima edi? Anunaqa тренировка bu. Короче, qoch. Eng opasniy regionga joyga qo'yib qo'yadi meni o'rtaga. Tez qayralarman. Voy. Voy. Onnegineyni emma gör marazlar. Bular shu faqat orqadan urishni yaxshi ko'rishadi. To'g'ridan ke, onangni yur. To'g'ridan ke, kallang urib boraman va shishon, kallang urib qaytib bo'yinga qaytib kirolmaydigan qilib qo'yaman. Ana, yana bitta orqadan urdi. Ezgarim. Bu tepada turibdi, tepadagini ot. Krisani. Krisani otish kerak mana. Mana bunu. Uni emir Krisani otish kerak. Qoch. Narman ko'shladi o'sha hozir. O'sha tepada turib olib. Emir. Qochadi jon ekan, jon ekan. Voy, meni o'qim kam. Voy. Ayo baribir budim. Nimaga men hozir pritsilga oldim? Pritsilga olmasligim kerak edi. Bular kelishib oldimi? Ayo bo'ldi. Qoch. Voy, urvinim tushib ketyapti. Arrosh, bitta krisadan qutuldik. Tak, mana 3-o'ringa tushib ketdim mana, tezroq. Voy, o'ynash kerak. Bitta fora beraverganim sari. Voy. Mana ishda turib olib, ochko ishlab olaylik-chi. Ana, emirlar. Adib sanlarmi? Biz ham ishda voy onagineyni ko'rmay qolibman. Easy вообще. Voy, bu одиночный. Хорош. AVP. Так.
Voy, mana shu AWP'da вообще o'ynalmayman bor. Voy, onaginayni emgur 3 bo'lib qolib ketdim. Ona yaxshi ko'tarildi ona. Yo'q, 3 kamda, 3 kam. Kamida bir 2 yo 1 bo'lishim kerak. Voy, men pichoqqacha borgan ekanda. Voy, onaginayni necha bo'lib turadi. Hatayab 2 ni oldik-ku. 3 da. Qo'ymoqchi emasdim, просто ko'rgani kirdim. Tush. Chiqqa. O tepada turadi. O'ldirishsa kerak. O'zi orqama chas turgan ekan. Voy, onaginayni. Men jonni kamaytirib berdim, ana marrat kelib urib ketdi mana. Skin nima deyapti? Onangni o'lib qoldim hozir. Skinim nima deyapti? U pistoletda. Voy, onaginayni. Voy, 5-o'rin ekanmiz. Voy! Voy, meni qo'limga nima qildi? Bir yaxshi o'ynab turdim. Masterlar bor ekan. Bitta master bor ekan. Ichida 52. Yo'q. O'sraq. 50 urib ketdi. Qanday urush yuguradi? Bir onasini yemsin, bir. Açım. Voy, вообще 5-o'rin. Mana noshko'rlikning oqibati, mana. Voy, onangni emgur. Bor, yo'q alayman. Mana uni o'ylayman. Yo'q. Mana. Mashina o'ynayman. O, asab buzilib ketdi bunday. Ancha bo'libdi, buni o'ynamaganimga. O'shan uchun qo'lim kelishmayapti nimaga. Voy, yomon ekan u. Bundan-chi qanaqasi bor? Ozroq so'ragan aylansa. Yo, buni qo'yayım. Yo, tushmaydi mani ko'k. Buni ikkalasi ko'k aralash qizil bo'lsa yoki ko'm-ko'kda o'zi bo'lsa derdim-ku. Ko'm-ko'kda o'zi yo'q-da. Bir takoy. Ko'k ili animatsiyalari bilan boshqacha. Bo'lsa derdim-ku, yo'q-da.
29 da mana bunaqani berar ekan. Voy, zo'r bo'lardi. O'lib turadi, u o'lib. O'laveradi vashi. Mana o'yinni ko'rdinglar. PUBG bilan Free Fire'ga o'xshash bir xil pasti. Lekin bunda anonisi auditoriyasi boshqacha. Menga PUBG ja unaqa yoqavermaydi, o'shaning uchun PUBG o'ynamadim. Agar yoqqanda birinchi videoyim PUBG bo'lardi. Yo'q, bitta PUBG'ni o'ziga bog'lanib qoladigan auditoriya kerak emas. Menga Let's Play. PUBG bilan tushib ketasan. PUBG bilan bo'ldi. O'sha ko'pchilik bundan ham boshqa qildi. Zerikmasmikin olimlar bir xil o'yin o'ynab. G'alati-da, masalan men zerikib qolaman bir xil o'yin o'ynasam. Men qanaqa qiziqarli o'yin o'ynashni faqat shu bir xil o'yin o'ynash menga unaqa. Meni o'zim shaxsiy fikrim, menga uncha yoqmaydi. O'shaning uchun shu o'yinni o'ynayapman. Endi bu o'yinlarda auditoriya boshqacha, keyin bunaqa obunachi, prosmotr to'plash qiyin bo'ladi. Endi ishdan bitta bor hozir. Qani? Atak banunaqa lekin bu ham ana boshlandi. Endi boshlandi. O'sha xullas bu hozircha. Ana endi sekin boshlandi. Ana bizdan Rainbow tashashga tayyorlanibdi. Ton degan ovoz bo'larmidi? O'zing tushib nima qilasan? Unaqa bilan tush. Yo, u pastda bor-da, kenja probel. Ketdi. Ana o'sraqlardan yo. Lekin tushlari kerak hozir. Lekin hozircha hech kim demaydi. Qatdan pasayishi, ana uni qatdan pasaytirish izimdan chiqib qoldi. Tak. Agarni endi to'xolamiz yo'ldan. Mana bitta bo'ladi mana. Zilla o'l. Ana o'ldi. Yana borma aytda loylardan ko'p hozir. Bir to'da loy chiqadi hozir. Otobotib qo'yib kerak-da qattadir. Yelkinib yotgan bo'lishlari kir. Mumkin. Tak. Mana bir to'da loylar bitta ham bitta. Qani? O'stiraq nima gap? Vay annaga. Tak, men uni olib kelmasam, hozir bu portlaydi точно. Opale. Buni minmaydi, minmaydi. Mana shunisini chatoq qilishganda
bitta shunaqa anularni menga qo'yishgan. Shuni ochib qo'y, zo'r bo'ladi. Buni ol, ahmoq. Tak. Если что, bu endi ulanib o'ynasa ham zo'r bo'ladi. Sherik bilan Discorddan gaplashib o'ynasa cho'tki chiqardi. Kim o'ynaydi mana shu o'yinni? O'ynaydiganlar bo'lsa kommentariyaga yozinglar yoki Instagram sahifamga yozinglar. O'qiyman albatta. Shunaqa o'yin haqida fikrlaringni yozib qoldiringlar. O'yin shunaqa mana. Unaqa parashutdan sakrab otishma qiladigan mana bunaqa joylari bor. Keyin hali o'ynadik. Unaqa joylari kimdir o'tyapti. Hozir yemazamasani qarab. Shunaqa joylari bor. O'yin menga o'zimga yoqadi, to'g'risi. O'yin yoqadi. Tak, ko'tarib, ana. Orqamizda hech kim bormaydi-da. Hozir kimdirni ko'rdim, to'g'ri-yu? Ko'rmadim, kimdir menga otdi-yu, topa olmadim. Shu hozir orqamizdan shu borsa-chi deb otib qo'ydim-da. Vay juda. To'xtang sekildilar. O'zi orqa matasi bilan do'ng'ayib turgan ekan. Ayb menda emas. Pulni ol, конечно. O'zi. Voy, onne nima bitta AWP bormidi? Assalomu alaykum. Keling, ket. Voy. Voy. Onnegineyni. Yo'q, anaqaga tushdim, hozir qaytaman hozir. Pistol. Xudo xolasa. Voy. Vay. Anneyni emgar u tepadan keldilar. Ko'rmabman men to'g'risi tepani, vashshi ko'rganim yo'q. Ana samolyot ustidan sakrab chiqibdi-da. O'ldi qaytdi. Ana, akalar, menimcha bugunga yetadi degan umiddaman. Uje mana 28 minutga ham borib qopti sekin-sekin. Xo'p, o'yin haqida o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. O'yinni ko'rdinglar. Mana shunaqa shooter otishma o'yin. Buni hali bunaqa anulari bor. Joylari bor, вообще maza. Hozir men buni uncha o'ynaganim yo'q. Xudo xolasa mana shularni ham video qilib zo'r qilib chiqaramiz. Shunaqa o'yin haqida o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Men hammasini bittalab o'qirinmasdan o'qib chiqaman. Hammalaringga rahmat. Yetkazgan vaqtlaringga rozi bo'linglar. Like bosib, obuna bo'lib, kommentariy yozib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'ling.